O do'stlar, men bugun mazza qilib uxladim. Endi bir ko'chaga sayr qilaman, chunki bu birinchi video rolik. Ya'ni yangi kanalimning birinchi video roligi. Xo'sh, mazza. Men oldiga boraman. Yo'q. Bu nima bo'ldi yana? Bu kimning uyi bo'lishi mumkin? Salom, siz kimsiz? Men Zeka Minecraftman. Zeka Minecraft meni savardim man. Ustingga legendariy yozilgan-ku. Yo, legendariy yozilgan bo'lsa esimdan chiqibdi-da. Almashtirish. Sen men oldimga kelding. Men seni kimligingni bilmoqchi edim. Men Zeka Minecraftman-da. Hoy, kel. Sen bilan video olamiz bitta. Qanaqa video bo'lishidan qat'iy nazar. Men olmayman hech qanaqa video. Yo'q, to'xta bo'lmasam. Kel, biz to'xta, o'zingni bos. Biz battle o'tkazamiz. Bo'ladimi? Nimalar jangi? Piramidalar jangi. Mayli, piramidalar jangiga qatnasha olaman sen bilan. Bo'ldi. Mana bu narsa bo'ldi. Ha, shu tugmada. Bo'ldi. Ketdik battle'ga. Men hozir sanamchi Teleport qilamizmi tekis joyga? mana 1 2 3. Voy, to'xta, men kvetib o'tdim. Endi tekis joyga teleport qilamiz. Davay, chiq sanam. Ana chiqdi. Ya, to'xtanglar, uyimni ko'rsatib olay. Hozir teleport Mana qilamiz 1 tekis 2 3. joyga. Mana tekis joyga teleport bo'ldi. Teleport qildik. Endi biz bu yerga Sen qanaqa blok ishlatasan? Men almas, to'xta, men hozir olaman. To'xta. Almas. Birinchi video rolik. Qo'ydi. Mana so'z. Endi necha blokdan quramiz bana? 21 blok. 21 blok. Mayli, men qila olaman. 21 bo'lsa qo'yamiz. Bo'ldi, men gapirmayman endi. Nega? O'zim gapirmayman. Hay, bo'ldi, tushunarli. Mana shunaqa 21 blok tayyor. Endi bu yerdan boshlaymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21. Hoppa, tayyor. Endi buni ham shunday qilamiz. Mana men qurib bo'ldim. Deyarli qurib bo'ldim. Mana meni kattakon piramidam. Endi uni ichini tuzoqlar qilib chiqamiz. Xo'sh, ichkariga kiramiz. Menga birinchi tuzoq labirint bo'ladi. Xo'sh, labirintimni quramiz. Xo'sh, boshda mana shunaqa kichkina xonachalar quraman. Men kichkina xonachalarni qo'yapman. Ajoyibgina bo'lyapti. Xo'sh, mana shunday qilib yopib chiqamiz oxirigacha qilib. Xo'sh, tushunayotgan bo'lsangiz kerak, men bu yerga juda ham ko'p tuzoqlar qilmoqchiman, tushungan bo'lsangiz. Mana bu yerda effekt bo'lmaydi. Ajoyib ketyapti do'stlar. Mana bu ko'rsatmaligim xalaqit bermay tursa edi, birinchi xonani qilyapman, bu labirint bo'lyapti. Xo'sh, mana bunday qilib yopamiz. Bu yerni qanday ochib qo'yaman? Mana buni buzishga majbur bo'lamiz. Bu yer ochilib qoldi. Mana bu yerni nima bunday qilib yopib qo'yamiz. Yana qo'yib ketdi. Tepasini ham yopib qo'yaylik. Hoppa, endi yo'q bo'ldi. Bu bilan mana ichib turamiz. Bu yerda yana nima qilsam bo'lar ekan? Mana bu yerni yopamiz, yaxshi ko'rinish uchun. Yana qayerda o'zgarish kiritsam bo'ladi. Bu yerda nima bo'ldi? Xo'sh, bu yerda mana bu yerni yopish esdan chiqibdi. Bu yerda bitta qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, yana qayerda qo'ysam bo'ladi? Buni sindirib o'rniga bunday qilsak, bo'ladi. O'tsa bo'ladigan darajada bo'ldi. Xo'sh, yana qayerda qilishim mumkin? Bu yerda men qolgan joylarda gapirmayman, shunchaki muzika qo'yib yuboraman.
qo'shiq ham tugadi. Ajoyib qilib qo'ydim. Xo'sh, qolganda ham davom etamiz. Yana qo'shiq qo'yib yuboraymi? Shu qo'shiq, boyagi qo'shiqqa o'ndan 0 gacha baho bering kommentariyada. Sizlarning javobingizni kutib qolaman. Xo'sh. Sizlarga meni bitta gapim bor. Agar shu videoda 5 ta like kelsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. Ikkinchi qismida esa bu tuzoqlardan o'tamiz. Yani agar 6 ta like kelsa, bitta short sizin bonus qilaman. Masalan, sizlar tushungan bo'lsangiz kerak. Agar men 5000 ta like so'rasam, agar 5000 bitta like qo'ysanglar, bitta short sizlardan bonus bo'ladi. Sizlar tushungan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bu yerda parkour bo'lmaydi. Xo'sh, bu yerda nima qilsam bo'larkan? Xo'sh, o'ylaymiz. Nima bo'lsa kerak? Mana daraxtni oldik. Hozir bu yerda daraxtchani ekib qo'yamiz. Va undan sapling olish kerak-da, uni ekib navon qilish kerak. Tushungan bo'lsangiz kerak. Mana shu daraxtni bularni olib tashlaymiz. Ajoyib ko'rinishi uchun. Va yana qo'shiq qo'yib yuboraymi? Yo'q, kerak emas. Boshqa qo'shiq. Xo'sh, yana nima qilsam bo'ladi? Yo'q. To'xtaladi. Mana shuni olsin desa sapling oladi. Va sapling olmasdan turib mana bu daraxtdan navon yasab chiqish mumkin-ku. Yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. Men buni buzib tashlayman. Yana qo'shiq qo'yib yuboraman. Keyingi tuzoqni qo'yayotganim. Xo'sh do'stlar, har bir xonaga fakir mashina qo'yamiz. Xo'sh, keyingi joyni davom ettirishimiz ketdik. Keyingi joyni ham davom ettirishdan oldin ko'proq mashina qo'yamiz. Tushungan bo'lsangiz kerak. Hozir yana birozgina qo'shiq qo'yarmikan demoqchi edim. Bilmadim, boshqa qo'shiq qo'yishim kelmay qoldi. Shuning uchun boshqa qilmayman desam ham bo'laveradi. Ikkinchi qismida biz o'tamiz. Eshitgan bo'lsanglar. Birinchi qismida o'tmaymiz bu tuzoqlardan. Chunki bu 15 minutlik videodan boshqa bo'lmaydi. Sizlar o'zingizlar bilasizlar, video 9 minutlik bo'ldi. 9 40 sekund, 41, 42, xullas tushungan bo'lsangiz kerak. Mana bu videolarga ham fakir yoki mashina qo'yamiz. Yoki torch. Ozgina quchoq kelib qoldi. Shuni o'tkazib yuboraman. Ungacha quchoq ketguncha qo'shiq qo'yib yuboraman.
Xo'sh do'stlar, men bu xonani ham tugatib bo'ldim. Men endi mana bu xonaga o'tsak ham bo'ladi. Bu xona golemlar qo'yib, qilib paydo qilib o'tadi. Xo'sh, bu xonaga aytsak, bu yerda WhatsApp qilish kerak mana bu yerda. Xo'sh, mana bu yerda sovg'asini qo'yamiz. Uning sovg'asi mana shu. Yo'q, sovg'asini halol ishlashi uchun unga labirint qilamiz. Sovg'asini halol olishi uchun. Yo'q, bu yerni yopsak qanday kiradi u? Axir mana bunday qilib qo'ysak, ajoyib turdi. Mana bu yerni yopmaymiz. Yo'q, mana shu yerni yopsak bo'ladi. Endi qayerdan qo'shsam bo'larkan? Mana bu yerdan yopamiz. Va bu yerni ham ozgina yopamiz. Bu labirintga o'xshamayapti, shunchaki yuradigan yo'l. O'xshab qolyapti. Xo'sh, davom etamiz. Bu yerni yo'q, bu yerda qilmaymiz. Oldin mana bu yerni qilib olaylik. Mana ajoyib. Bu tuzoqning nomini hamma bilsa kerak. Albatta labirint. Men sizlar nechta komment yozgan bo'lsangiz, kommentariyaga xuddi shu so'zni yozib qoldiring. Masalan, men 12 yoki men 4, men 2 shunaqa so'zlarni yozib qoldirasizlar. Mana bu yerni o'tish uchun mana bunaqa yo'lakcha tayyorlayman. Xo'sh, boshqa davlatli bu videoni faqat o'zbeklar ko'rish kerak. Chunki bu qolganlar gapimni tushunmaydi. Xo'sh, qolganiga ham ozgina musiqa qo'yib olamiz.